Amin. Amin. Mana musofirda yurgan hamma vatandoshlarımizga omad tilayman. Ilhom akaning ishlari yuraversin. Daromadi bundan ham ko'payaversin. Qo'lida ishlaydiganlar hammasi duo beraversin. Allohu akbar. Rahmat. Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana shu akamiz bizga murojaat qildi. Ish kerak deb, mana o'zi akamiz o'zidan hammasini eshitamiz. Qayerdan keldi, qachon keldi, hammasini so'zlayib beradi. Aka, gapiring bemalol biz obunachilarga. Assalomu alaykum Ilhom akaning obunachilari. Men Qoraqalpog'istondan Berni shahrida turaman. Men Chechenistonga Gruzniy shahriga bordim ishlovga. O yoqda plitka terdim. Bu yoq ham yaxshi, zakonni puldan vaqtida beradi, lekin men ob-havosi yoqmay tov bo'lgani uchun shundan bu kishini o'zi obunasi, men ham obunachisiman. Shuni ko'rib, kvartira remont bor dedi, shu bilan Moskvaga bu kishi mashina topib, o'zi topib, yo'l pulini to'lab, mana shu yerga kelib kvartirani hozir ishlayapti. Xudoga shukr, zakonni avans berdi, yebicharga pul berdi. Mana pastellarni olib berdi, karavotlarni olib berdi. Yotoqjoyni to'g'rilab berib, ishni boshyapmiz. Necha kunda keldingiz yoqdan? Qanday bo'ldi? Taksida keldingiz? Nimaga keldingiz? Mas'ulni aytavering, qo'rqmasdan. O yoqdan men taksida keldim, bu yergacha 3 kunda keldim taksida. Burga kelaman degancha 16,000 rublga keldim. Transport. Ishni ko'rdingiz, mana ish qanday? Ish yaxshi, o'zing xohlagan. Bu masalan kechda ishlayman desang, kechda, ertalab ishlayman desang, ertalab o'zing xohlashing. Hech zakonni. Puli aniq. Avans berdi, yebchalar. Sizni ko'rmasingizdan turib, men taksingizga pullayman. Chunki rostmi? Rostni aytavering, qo'rqmang. Haqiqatan rost. Uni hech qanaqa bu yolg'on so'z yo'q. U tepada Xudo ham ko'rib turibdi uni. Uni aldashning keragi yo'q. Haqiqatan taylab berdi pulni. 16,000 pul chiqdi. Taksingizga men taylab berdim. Sizni ko'rmay turib, tanimay turib, bilmay turib, taksiga men borishim kerak, yordam qiling deganingizda men sizga taylab berdimmi shuni? Taylab berdingiz. Pastellardan qilib berdi. Karavotlargacha qilib berdi. Haqiqat bormi ekan? Haqiqat bor. Haqiqatan yaxshi odamlar bor ekan. Aka-ukalarimiz kimga agar ish kerak bo'lsa, bezdagi men yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. To'g'rida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, ekrandagi nomerni qo'yamiz, telefon qilaveradi. To'g'rimi aka? To'g'ri. Nima deysiz? Bir gapirgan oxirgi so'zlaringiz, fikrlaringiz. Oxirgi so'zlarim haqiqatan ishonchli. U yolg'on so'zning keragi yo'q. Mabodo ishga kelsanglar, meni ham ko'rasizlar, haqiqatan aytasizlar, to'g'ri gapiribdi deb. U aldaq so'z yo'q. To'g'ri, shunaqa. Tamom, boshqa gapingiz yo'qmi? Boshqa gapim yo'q. Obunachilarga omad. Kelsanglar, mana aytayapti, ish chotki zo'r. Mayli aka, sizga omad ishingizga, rahmat. sizga daromad, faqat gazini bosin. Amin, aytganingiz.